Qur'onning bir betida 15 qator bor. Har bir qatorda 40 tachadan o'rtacha harf bor. Endi shu 40 ta harfi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadisda kelgandek, bitta harfga 10 baravar beriladi. 10 ta savob. Ya'ni 40 ta harf bo'lsa bir qatorda, demak 10 ga ko'paytirsak 400 ta. Uni 15 ga ko'paytirsak 6000 ta savob. Qur'onni bir sahifasida, bir betida, bir o'qiganimizda 6000 ta savob olamiz. Tasavvur qilsin. Bir betini o'qishga 1 daqiqa ketadi. Yani Allohga eng yaqinlashtiradigan amallardan biri Qur'on hisoblanadi. Tasavvur qiling, bir betida 6000 ta savob olasiz. Hattoki hadislarda keladi 700 baravargacha. Endi uni tasavvur qilib ko'ring. Agar qiynalib o'qiyotgan bo'lsangiz 2 baravari bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda. Ya'ni 6000 ta 12000 ta. Qiynalib o'qiydigan odamga 12000 ta bir betda. Hozir misol uchun bitta yaxshi amal qilsak bitta savob olamiz. Bir kishiga kulsak, bir kishiga nimadir bersak, bittadan savob olsak, Qur'onning ajri cheksiz bo'ladi. Mana Ramazon keldi, Qur'on oyi, Qur'on nozil bo'lgan oy. Har kun o'zimizga bir vazifa qilaylik. Agar Qur'on o'qishni bilmasak, shu oydan Qur'onni o'qishni o'rganmasdan chiqmaylik. Tashing hamma ishni. Bu Qur'on oyi, ibodat oyi. Alloh taolo hammamizga muborak qilsin Ramazonni.